937-sonli qonun bo'yicha xatlov qilinar ekan. Bu bo'yicha qayerga ariza beriladi? Ariza berilmaydi, xatlov jarayoni amalga oshiriladi. Xatlov reja grafik asosida har bir mahallada bo'lib o'tadi. Jarayonlarni onlayn kuzatish mumkinmi? Albatta, e'tirof.kadastr.uz sayti orqali kuzatish mumkin. Belgilangan me'yordan ortiqcha yerlar olib qo'yiladimi? Aslo olib qo'yilmaydi, u ham o'zingizga dehqon xo'jaligi yoki tomorqa sifatida rasmiylashtirib beriladi. 2026-yilning xatlov reja grafiki qachon chiqadi? 2025-yilning yakunlari bo'yicha, ya'ni dekabr oyida. Uyimni zudlik bilan sotmoqchiman. Ertaroq xatlov qilishning imkoni bormi? Xatlov faqatgina tasdiqlangan reja grafik asosida amalga oshiriladi. Reja grafik asosida kutishingizga to'g'ri keladi. Bizni mahallaga kadastrdan xatlovga keldik deb pul olishdi, lekin na xatlov qilishdi, na o'lchov ishlarini amalga oshirishdi. Ular kimlar? Ular firibgarlar. Kadastr xodimlari o'lchovga borganda hech qachon sizdan pul talab qilmaydi va albatta maxsus tasdiqlangan bejik bilan borishadi. Agarda sizdan kimdir pul talab qilgan bo'lsa, demak huquqni muhofaza qilish organlariga xabar berish kerak. Bizni mahallaga xatlovga kelishganda uyda emas edik. Endi nima qilsam bo'ladi? Mening uyim qolib ketadimi? Xavotirga o'rin yo'q, qolib ketmaydi. Mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Kadastrchilar kelib boshqatdan uyingizni xatlov qilib ketishadi. 10 sotiq bo'sh yerni o'rab qo'yganman. Qonun doirasida hujjat qilib olsam bo'ladimi? Bu qonun quruq o'rab olingan yer maydonlariga amal qilmaydi. E'tirof saytida ko'rdim. Menga ikkita tashkilot rad javobini beribdi. Nima qilsam bo'ladi? E'tirof saytiga kirib, aynan mana shu tashkilotlarga o'z e'tirozingizni bildirishingiz mumkin va ular boshqatdan ko'rib chiqadi.